$43.900 ga 2 xonali, 2 taraflama proyektda bunday remontlar bilan har kuni ham uy chiqavermaydi. Proyekti bilan bitta tanishtirib chiqaman. Asosiy kiraverish eshigi. Kirganda mana bunday uzun koridor, tepasi gipsokartonlar bilan ishlov berilgan, mo'yishi aboy qilingan. Ideal remontda. Eshiklar ham bunaqa tufta eshiklar emas. Yaxshi rossiyskiy MDF eshiklar isbot bilan pastlari laminat qilingan. 78 metr kvadratdan iborat plus minusni hisobga olganda bu uyning birinchi xonasi. Turetskiy radiatorlar qo'yilgan. Ayollarning orzusidagi xona. Uyning hojatxona qismi pastdan tepasigacha kafe qilingan, suvni isitish maqsadida aristonlar ham qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu esa uyning yuvinish xonasi. Dit bilan remont qilingan. Suvdan umuman muammo yo'q. Uyning ikkinchi xonasi. Qandillariga ham bir baho bering. Manzilni tushuntiradigan bo'lsam, 6-mikrorayon. Hokim zapravkaning orqasida Hamkorbankning yo'li bilan kirsangiz ham bo'ladi. Mana bu yerda fartuqlar qilib qo'yilgan, o'zingizni didingizga qarab mebel qo'yasiz. Ochiq balkonlariga ham ega. 7 etajli domning 6-etajda liftlari bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon nomer qoldiramiz, aloqaga chiqib kelaverasiz.